Hürmetli vatandaş, leksiyemizi devamlaştırırız. Devamlaştırganda endi bu leksiya biraz gayri bir leksiya, hayran kalış vatandaşlar. Bunu gayri leksiya deb nima shunda aytimizga vaqtda bu mandaq o'qiylik sizlarga hozir. Qiziq nuqtadagi xabarlar. Hali burungi qisqa xabarlar deganimizdek. 12 ayning 7-kuni Beijing misli ko'rilmagan ofatga yo'liqdi. Cumhuriyet Partiyasining ishqiy qismi kurash portladi. Cumhuriyet Partiyasining jinoyat suiqasdlari oshkor bo'ldi. Xi Jinpingning vaziyati xatarlik. 12 ayning 5-kuni YouTube to'g'ri qiziq nuqtadagi xabarlar. Yana biri. Cumhuriyet iqtisodi bu qatam endi butunlay tugashdi. Shenzhen güzel tatlı tamakla şehrinden tartib Beijing Wangfujin ko'chasigacha qop-quruq. Yani üstel quruq, odam yo'q. Qozon bilan cho'mish quruq, may bilan go'sht yo'q. Demakchi bo'ldi Abdur. Jungo mustamlik qilgan shaharlar va mustamlika iqtisod. Bundaq deganda nimani ko'zda tutdi men tushunamadim. Biroq mavzu mushitga vatandoshlarga topshirdim. Bu sizlarga tonish Jonlining nazari. Va to'xtamay so'zlayotgan bir obzorchi Xitoy, xalq obzorchi. YouTube 2021-yil 12-ayning 6-kuni tuning. Endi yana bir xabar, buning sizlar hayron qolasizlar. Tuning 6-kuni Oqsaroy bayonotchisi Jempisaki diplomatik cheklash olimpik yig'inini Beijingda o'tkaziladigan bayonot e'lon qilingan shundaq bir kunda Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin bizmen shundaq deyli. Putin Hindistonni bir kunlik ziyorat qildi. Bu qaltis gap vatandosh. Bu ajoyib bir gap. Hindistanning vaziri Narendra Modi bilan ko'rishdi. Modi bilan prezident Vladimir Putin 3,5 soat maxfiy suhbatlashdi. Ikki taraf bir qator masalalarni muhokama qilib, harbiy hamkorlik sohasi bo'yicha o'rtaq tanishishga keldi. Prezident Vladimir Putin Hindistonni ziyorat qilishning oldi keynida Hindistonning diplomatiya ministri, davlat mudofaa ministri bilan Rossiya Federatsiyasining diplomatiya ministri va davlat mudofaa ministri ishga qo'shilgan bir shaklda suhbat o'tkazdi. Rossiya Federatsiyasi tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov, davlat mudofaa ministri Sergey Shoigu, Hindistonning tashqi ishlar ministri Subrak Maniam Jayshankar, Hindistonning davlat mudofaa ministri Rajnath Singh birlikda suhbat o'tkazdi. Ikki taraf Rossiya Hindiston 2021-yildan 2031-yilgacha harbiy texnika hamkorligi loyihasi imzoladi. Hindiston taraf bu loyiha Hindiston bilan Rossiyaning kelgusi 10 yillik harbiy hamkorlik nishoniga asos soldi deb ko'rsatdi. Duet orbiti 12-ayning 6-kuni 2021-yil. Bunu Duet orbiti bu xabarni e'lon qilgan nima deydi deymsiz? Amerika Qo'shma Shtatlari Oqsaroy olimpik murosimiga qatnashmaslik to'g'risida bayonot e'lon qilib, bayonot e'lon qilib, endili Jungo hukumati buningga titrab turib javob berayotgan bir paytda Rossiyalik yo'ldoshlar buni kinoya qilib, Jungo hukumati kinoya qilib, Rossiyalik yo'ldoshlar Hindistonga keldi. Hindistonda Modi bilan hamkorlik shartnomasi imzoladi. Bu kaynidan urilgan pichoq. İki pichoq. Biri Hindiston kelganligi Rossiyaning, ikkinchisi anda Janubiy dengizda Jungolar tavallik talab qilayotgan rayon doirasida hozir Indoneziya burg'ulaydigan mashinalarni elib kelib, nepit burg'ulashga tushdi. Bu burg'ulash mashinalari va boshqa moddiy yordam Rossiyadan keldi.
2 zərbə, 2 muş. Birincisi Aksaray'ın bayanatı, onun olunup da gelgen 2 zərbə, 2 muş. Rusya Federasyası Prezidenti Vladimir Putin'in Hindistan'ı ziyaret kılışı ve Rusya Federasyası'nın Hindistan'a yardım verip Cenubi Deniz'in nefret burgulaşını başlayalı. Bu kaltı zərbə. Kaltı zərbə. Ben hazır ne mi dedim? Etraflı təhlil kılamayım vatandaşım. Bu kaltısı bir peytke Aksaray'ın bayanatı. Şinjan'da kırgınçılık kıldı. Çünkü hükümeti şuna 2022 yılı biz Beijing'de ötküzüldüğün kışlık olimpik murasımı katlaşmayımız. Diplomatlarını evetmeyimiz. Baş təhlil kıldık. Şu təhlil bilen birleştirip ya şu təhlil asası təsavvurunuz gaylan hürmetlik vatandaş. Tuyuksuz Rusya Federasyası'nın Prezidenti Vladimir Putin Hindistan'da peyda oldu. Bugünkü siyadırımız şuya geçe vatandaş. Allah'ın rahmet.